Tablo terishda ko'pchilik o'rgatgan, lekin eng oson usulni o'rgatmagan. Har doimgidek men sizlarga eng oson usulni o'rgataman. Qo'lingizdan chipchi ish kelsa ham shu tabloda o'z terib olsangiz bo'ladi. Unaqa silojni ishi yo'q. Boshladik akalar. Stoldan chiqarsanglar, tepasi oddiy chiqadi. Stilkani chiqarayotganda katta stilkalarni orqaga burasanglar, o'zi sekin tepaga tortib orqaga burasanglar chiqaradi. Kichkina stilkalarga iloji bo'lsa pinsep yoki kichkina atyorka ham bo'laveradi. Tagiga tiqasizlar va ko'tarasizlar. Zavodskoy diyoda oq bo'ladi. Buni orqasidan anaqa yashil bo'ladi. Shu yashilini 2 milli jilvirda shilib yuborasizlar. Endi shkukada orqasidan sulab olsanglar, shuncha oson bo'ladi. Boshlaylik ko'rsat. Ko'rinishda jilolab chiqasizlar. Eng o'ylantirgan joyiga keldik. Men hozir ekranni yechib olganman, lekin siz ekran yechib o'tirmaysiz. Chunki tagidagi diod oq bo'ladi, fosfori yashil bo'ladi faqat. Fosforni siz shilishingiz kerak. Orqasini 2 milli jilvirda shilasiz. Ketdik, buni shilishga berib yubordik. Xo'p, aka qarang, ekran turgan holatda olamiz. Ekran turgan holatda shu tagini kessanglar, shu fosfori chiqadi. Hozir sizga kesib ko'rsatib beraman. Iloji bo'lsa shu ko'rinishdagi payonni olib olasiz, lekin liboy kesadigan narsa bo'lsa ham akkuratni ish qilishingiz kerak. Tagini akkuratni qilib kesib ochasiz, tagdan fosforini chiqarib olib, boshqa fosforga ili o'zini fosforini shilib qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi aka. Aytib o'tganimdek 50% ustalar, pashta 50% usta shu ko'rinishda ishingizni bitkazib beradi aka. O'zidan shu ko'rinishda